Mana aziz obunachilarim, kechaga Reels'da rentgen truba haqida gapirgan edim. Hozir patsientka qabulimga keldilar. Bu patsientkamiz 28 yoshli, 10 oylik kelinlar. Boshqa klinikaga borganlar, 10 trubada gidrosalping suyuqlik bor deb aytishgan. 3 oy davolanganlar va bachadon ichida polip aniqlangan. Boshqa klinikaga borsa, chap turbinda suyuqlik bor deb aytishgan. Bachadon ichida rostdan ham polipi bor. Mana strelkada ko'rsatib beryaptilar. Xulosa qilib aytganda, GSGga shoshilmanglar. Agar rostdan 3 oyda jidkis bo'lsa, o'sha rentgenni o'zi ham provokator bu jidkis yiringlab ketishi mumkin. Matkelida yiringlab operatsiyongacha olib borishi mumkin. Shuning uchun to'g'ri tashxis eng birinchi davo bo'ladi. Hozir bizning planimiz MRT kichik chanoqlarni qilamiz. Rostdan bu pavariyani kistami yoki suyuqlikmi? Agar suyuqlik bo'lsa, bular уже bu truba yaroqsiz hisoblanadi. Bu trubani olib tashlab, 10 truba bilan keyin rentgen qilib, proxodimist bormi yo'qmi aniqlab va gistroskopiya bachadon ichidagi polipni albatta olish kerak va bularni gormonlarini tekshirib, muvozanatini to'g'rilab homiladorlikka tayyorlaymiz. Chunki aziz ayollar, albatta shifokor nazoratida hamma ishni qilinglar, o'z boshimchalik qilmanglar. To'g'ri tashxis, to'g'ri lecheniya homiladorlik bo'lishingizga tezlashadi.